Çöçek Dünyası programmasida senin talabingni cho'qim o'rinlab beraman qo'za. Ha, bo'ldi muma. Qachon vaqt bo'lsa? Anglayotganlar Merkezi Halk Radyo Stansiyasining Beijingdan berayotgan programmasi. Assalomu alaykum hurmatli radio anglag'uvchilar. Adabiy anglatish programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Abaydulla Ibrohimning Xinjiang xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Dog' nomli tarixiy romanining davomini anglatamiz. Bir düşman yurtinglarga yopirilib kelib etibdi. Podshohinglarni xabardor qilinglar. Fuqarolarga aytinglar, ketishtinglar, bir umr dog'da qolasizlar. Faqir Xotan diyorining oliy hukmroni Yaqubbek oliylarining yaqin quli Niyoz Hokimbekdirman. Ko'zini o'yganning ko'zini o'y, shuni to'kkanning tishini to'k. Qisab kutaganda ota-onang bo'lsa-mu oyab o'ltirma. O'zini katlarni tepib, minsni chuvatmasam, oy Muhammad degan itimni yo'tib o'taman. Manjolar toza hadidan eshibdi. Badavlat oliylarda katta podshohga o'zini chaqlay olmay shirtim otqini nemisi u kuffarlarni. Umr rivoyat hech kimga ishonmadim. Hamma odamdan gumonlandim. Mana endi otliq muhabbatimdan gumonlanib turibsan. Demisimu bosh ko'zi yerilgan top-top lashkar Yoqubbekning ishki oldiga yig'ilib, dod faryod ko'tarishga boshlagan edi. Yoqubbekning qo'shimisi turildi. Kamirga esilgan qilichining sepiga qo'l uzatdi. Eng go'shlari tortishib ketdi. Bu uning g'azablanganligining alomati edi. Yoqubbek o'ng qo'lini mursidan ortildirib, barmoqlarining uchini likildatib kimgadir ishorat qildi. Uning maqsadini bir qarashda tushungan Niyoz Hokimbek qiylidan beri taxlab qo'ygan qizil kimxobtonni uningga yepinchaqlatib, yanglarni sepishga yordamda bo'ldi. Qizil to'liq Yoqubbek chedira oldiga chiqdi. Bu uning cho'ng qatli omga ijozat bergani edi. Jimi dadxoh qonsatlarga ovozsiz buyruq bo'lib hisoblanadi. Jang dumbiqi chelindi. Dumbiq ovozi bilan tang qon xumori qo'zg'algan lashkarlar qilichlarini yalang'ochlab puhralar to'piga qarab och bo'ridek etildi. Uchirg'onligi odamning beshini qo'lini ko'targanlarning qo'lini uzdi. Miltiq og'zidan etilib chiqqan qora is son-sanoqsiz yumaloq qalqalarni hosil qilib, to'picha osmonini zulmat tusiga kirgizdi. Qo'li qichishib ketgan to'pchilar qo'y podisidek yo'tkilib yurgan tirik nishonni nihoyatda osonlik qarg'a oldida gumbirlatib o't ochdi. Tansiz boshlar, boshsiz tanlar, titma-titma bo'lgan muskul go'shlari portlash ovozi bilan tangla ko'k qahriga ko'tarildi. Hisobsiz kishi ot tuyoqlari ostida echinishliq ingraydi. Tovus keskandek yerilgan qursaqlardan sirtiga chiqib qolgan qonliq uchaylar oy oyig'ida xuddi qizil arg'amchidek so'rilib yuradi. Yanjilgan boshlarning mengi qiytiqi necha ming qoch qiytiqni to'kib etgandek hammali yerda yeyilib yotadi. Puqra qo'lidagi qing'roq, polta, kayka, qo'ltek to'qmoq deganlar Ibrahim lashkarning o'tkir qilishlari pistonliq miltiqlari oldida hech nimaga dal bo'la olmaydi. Qatliam xeyli uzung'icha so'zildi. Puqralar to'pi o'z irodasi bilan emas, balki qurollangan qassoblarning shafqatsizlarcha qistab kelishi bilan osta-osta shahar markaziga qarab chekinishga boshladi. Chekinib yetib urushdi, surilib yetib yaqinlashdi. Ba'zilari birar lashkarni gelidan omburdek bo'qqinicha o'zi bilan billa so'rab mangdi. Epi kelsa qaltakladi. Otliqlarning etini urkitib, odamini yerga yiqitdi. Ulgiralasa adabini berdi. Ulgiralmasa birar barmoqini bo'lsa-mu uzib tashladi. Necha ming to'pichadagi chedirlar orasida jon uzdi.
necha ming jasad to'pichoq bilan shahar orasida qoldi. 50 necha yillik umrining necha 10 yilini qon bixsig'i jang maydonlarida o'tkazgan Yoqubbek dushmaniga shirdak etiladigan. O'limga mardlarcha o'zini urdigan bunda xalqni zodila uchirtib boqmagan edi. U dashti qipchoq atrofida margan qirg'izlar, qilichvoz qozoqlar ustiga yurish qilgan. Oq masjidga besib kelgan baslik ruslar bilan tutishib ko'rgan. Qashqar cheriklari va kucha xo'jalari bilan mujang qilgan. Biroq xo'talliklardek qorim, qop yurak, qo'rqimsiz odamlarga hargiz duch kelib boqmagan edi. Puhralar oxiri shahar darvozasigacha surib tashlandi. Ularning ishini qillangan 5000 otliq lashkarga topshirgan Yoqubbek 300 ga yaqin xos mahramining muhabbasatida yaqin atrofdagi chedirlarni oralashga boshladi. U tonoplari kesilib, to'riklari sundirilgan chedir oldida Azrailning olqinida jon tolishayotgan bir lashkarni uchirtib qoldi. Barmoqlari lotidek choyinib etilgan, oyoq paylari goltiq bilan uzib etilgan bu lashkar nemishqidir Yoqubbekning diqqatini o'ziga tortdi. U sovuq to'pi ustida qaytib qolgan qonga qarab qo'yib, lashkardan so'radi. Sen nalik? Pansoting kim? Qo'qonliq. Qo'llari Mirza Bobojon Abdulla Pansatning qo'l ostidagi mahram edim. Ular meni tutib olib, mushu holga keltirib qo'ydi. Men Qo'qonliq degan. Yoqubbek yeshil chedirdan oncha uzoqqa bormayla yana nurg'un o'liklarni ajal do'qmishida tirkishayotgan 10 necha yuz beshini echinishliq nola qilayotgan nokar meyiblarni yo'liqtirdi. Uning chiroyi qog'ozdek oqarib ketdi. Ostinqi kolpukini mahkam tishladi. To'satdan to'nini shart qilib soldida, egarlangan otni yetilab, o'ziga ayshib yurgan yasovul beshiga uni amir lashkar Abdulla Pansatga kiydirib qo'yishga buyurdi. Shahar darvozalarini mazmut taqib, birmu odamni qochirib o'tmaslikka farmon tushirdi. Amaliyotda Yoqubbek yangi bir qatl omga buyruq jakarlagan edi. Qon rangidagi oshu qizil to'n Yoqubbekning yoki biror amir lashkarning ustida bo'ladi ekan, qatl omning to'xtatilishi aslo mumkin emas edi. Bepoyon dasht bilan tutashgan ufuq kechki shafaq sho'lisida suz qizargan chog'da Xotan ko'chalarining hamma yerida shafaqdanmi qizil, saldinmi ulug' qon kelguni o'rkash yasab oqmoqda edi. Shahar darvozalari mahkam etilgan. To'pichodan chekingan, ko'yiyotgan uylardan qochib chiqqan ko'rmanglagan aholi shahar ichida cho'ylida suzilgan beli jalladek qamilib qolgan edi. Qon soqib turgan qizil to'liq Abdulla Pansat ba'ayni ajal elchisiga o'xshaydi. U borg'ali yerda qazo qotirib, necha ming kishining beshi kesilatdi. Bir kecha o'tdi. Lashkarlarning qo'li to'ldi. Qilichining bisi yondi. Nayzlarning uchi gallashdi. Ular qilichlarini ko'tarishdan, yuz ko'zlarini surtishdan, miltiqlarga o'q to'ri qochilashdan muziriydi. Lekin shahar sepili ichida qo'tonga so'langan qo'ydek so'linib qolgan necha to'p, necha ming odam hech kechikmayla o'ldirilishi lozim edi. To'polon yildizni quritib, Xotangila emas, butkul yeti shaharga, hatto butkul jahonga ibrat qilmoqchi bo'lgan otamonlar ana shunday o'ylaydi. Oxir u bir amal topdi. Qo'shinning kayniga agishib kelgan yuzlab yoqi yurtliq qassoblar uning yodidan kechdi. Lashkarlarimga agishib go'sht chorva tijorati qilaman deganligi qassoblar darhol ro'yxatdan o'tsin, kimga kelmaydi ekan yoki farmondan bosh tortadi ekan, xo'talik deb qaralib, tiq siyosatdan o'tkaziladi degan farmon qassoblar orasida jakarlandi. Jakardan keyin atsi o'rdiga yaqin bir yerda uzun xandaklar ko'landi. O'lishdan qo'rqib o'ldirishga majbur bo'lgan qassoblar xandak atrofida belaklarini shimoylab sapras bo'lib turishdi. Bir lashkarga birdan puhrani akilish buyurildi. Ular
qil quyruq qilingan fuqarolarni Xandak leviga haydab kelatdi-da, gechgisidan besib yerga yotqizatdi. Qassoblar ko'zlarini yumib yotqizilganlarni qo'y bo'g'izlagandek bo'g'izlab, qon to'lgan Xandakka ishtiratdi. Biroq hech kim yo lashkarlarga, yo qassoblarga yolvurmaydi. Bir eg'iz muddat faryod solmaydi. Xandak oldida yana necha ming odam o'limni kutib turishadi. Dal shu chog'da lashkarlar orasidan chiqib kelgan Niyaz Hekimbek Yoqubbekning oldida tizlandi-da, zaif ovoz bilan mundoq dedi: Qo'shbegi janoblari, qisas qilishlarimiz puhadan chiqdi. Bu tiriktab qassoblarmi holidan ketdi. Jamini qullari tuvanchilik bilan o'tinamanki, qatlamni oxirlashtiradigan fursat keldi. Qolgan musulmonlarning bir qo'shiq qinidan kessilar. Ular itoatmanlik bilan puhrodorchilikni qilsa. Yoqubbek Niyaz Hekimbekka tikilib turib bir pas xiyol surdi-da, Qizil to'n endi silib tashlansin, dedi. Hamma ko'rsin degandek ot ustida geriyib turgan Abdulla Ponsodga qarab. Tali o'ngdan kelgan bir qancha ming fuqaro umumiy apu bo'yicha qatl-omdan omon qoldi. Hayot qolganlar nomus o'tida o'rtansa o'rtandiki, o'z taliyidan xushal bo'lib ketmadi. Qon to'lgan Xandakka, qavm qarindoshlarining bosh va tallariga oxirgi qitim qarab sukutga cho'mdi. Bir tomchimi yosh to'kmadi. Ularcha bo'lganda, bu dunyoda hayot qilib qul bo'lib yashag'uvchi el suyar yurtdoshlari bilan bir go'rda yotqani afzal edi. 8-bob Hozidar shahar. Shahar osmonida uyib qolgan sur bulutlar orasida top-top qog'i qo'zg'ullar agib yuradi. Agigan seri pastlaydi. To'picha bilan shahar orasidagi kang ochiqchilikda so'zilib yotgan sonsiz jasadlar. Ko'lchek bo'lib uyib qolgan qonlarning hidi ularni Iroq boyovonlaridan chillab kelgan edi. Qo'zg'ullarga qo'shilib kelgan bir yigani lochin ko'k qahrida azaldan erkin parvoz qilib kelgan bir necha kattarni rahimsizlarcha qo'g'lab yuradi. Hujum bo'lgandan beri o'ziga tava bir parcha osmonga biror yot qushqochni yaqin yo'latmaydigan bu kattarlar bugun jo'g'i o'zidan ko'p kichik bo'lgan bir kelgundi jonivor tarafidan bo'zak qilinayotdi. Yerda ig'ir sukunat hukm surmoqda edi. Bu sukunat dahshatlik bo'ron yoki shiddatli yer tavrashdan keyingi jimjitlikqa o'xshaydi. Jonliqlarmu jim edi, jonsizlarmu jim edi. Toshdan tutgan yuraknimi mo'mdek eritib yetadigan bu echinishlik manzara odamningmi, tabiatningmi tilini to'nglatib qo'ygan edi. Hamma narsa ichida yig'laydi. O'lim qo'rqinchidan emas, mardlarcha o'lganlar uchun yig'laydi. Fuqroning qalbi zardob bilan to'shib ketgan edi. Darvaqa xo'tanliklarning qalbida saqoymas jarohatlarni qoldirib ketgan bu qonliq vaqa qo'rqinchli tushdakli yuz berdi. Zamonlardan buyon aziz tuproqini jinidan e'tibor berib kelgan bu kishilar bilib va bilmay o'lim yo'lini tanlab elishdi. Bilmadi degandimu ular o'z yurtini tonimaydigan onqovlardan emas edi. Aqallisi ajrdan ortiqroq ne'mat berayotgan zaminini toniydi. O'zlarini yelkisiga mindirib yurib cho'ng qilgan ona tuproqni biladi. Shunga ular ota bovularining qabrisi yotgan. Muhabbatlik bag'rida erkilatgan vatanining omonligi uchun kepinini billa elib, yo o'lim, yo ko'rim deb maydonga tushdi. Biroq muhabbat va nomus uchun to'langan badal oxir bekorga ketdi. To'kilgan qon, kesilgan bosh, yiqilgan tan haddi hisobsiz bo'ldi. Yirtqich hayvondan insof, adolat kutishning mumkin emasligi rahimsiz pokit orqali isbotlandi. Ular nangdab qoldi. Ko'rayotganining qabohatlik tush yoki reallik ekanligini bir mahal ayirib ololmadi. Sukutlik bir kun o'tib ketdi. Ular ko'rganining tush emas, balki qiyomatgacha aslan ko'tarilmaydigan
40 ming odamning jeniga zamin bo'lgan qonliq qirg'in ekanligiga ishongandila, ondan önünü qo'yib etib yig'lashqa, hozir aytishqa boshladi. Bu qatla amda talafotga uchirgan shahidlarning ko'pligi ketman bilan etizin boshqani uqmaydigan. Lekin yer qadrini biladigan ko'k namrat dehqonlar edi. Albishiga nima bola kelganligini onqira olmay, uydan chiqishqimi ulgurolmagan shaharliklarning yerimi bo'lsa, muallaq o'limdan omon qolgan edi. Endi ular nima qilishni obdan bilib oldi. Qorliq tutgan peti ko'chalarga chiqib, o'lganlarning tuqqanlariga xabar berishdi. Egisiz jasadlarni yuyib tarab yerlikida qo'ydi. Yaralanganlarning yarasini tangdi. Yo'qolganlarning izdirigini qildi. Toshchilar mahallasidagi Ko'ni quduqdan Habibullohxon jamoati va 70 ga yaqin o'rda baglarining jasadini suzib elishdi. Qatliamning 3-kuni yurt jamoati 100 necha meyitni juma namoziga ulgurtib, cho'ng masjidga akildi. Rat-rat turib ketgan jinoza va oq kigizga o'ralgan jasadlar orasida Qozonchi Yer Muhammadning jinozasi bar edi. Qilish tekkan so'l bilikini po'tisi bilan bo'yniga esib olgan Oy Muhammad enisining jinozasini quchoqlab yum-yum yig'laydi. U faqat uralaydi. Urgan bilan ovozi chiqmaydi, yig'layalaydi. Yig'lagan bilan ko'z yoshi qurib ketgan edi. Yurtdoshlariga va oilasiga kelgan bu cho'ng baxtsizlik uning yuragini dog'mol yoqqandek etishtiradi. Yer Muhammad eliqi kuni oksi bilan kepak darvish bilan xo'shlashib, udul qora qoshga qarab chopdi-da, yurt beshiga kelgan baloyi ofatdan qora qoshliqlarni yig'lab turib xabarlantirdi. Necha ming otliqning xotin tarafga o'tib ketganiga qarab, biror qonliq voqeaning yuz berdiganligiga ko'zi yetgan qora qoshliqlar allaqachon harakatga kelgan edi. Yer Muhammad cho'moq ko'tirgan necha to'p olomonni boshlab, chaqmoq tezligida Xotan shahriga ulashdi. To'pichog'i yetib kelibla, bosh ko'zi yo'q pomlaqlashma jangga kirib ketdi. Bu yil Әмділі 20 yaşqa to'lgan Yer Muhammad mahalla maktabida oran 4 yil o'qiganligiga qaramay, xeyli ko'p narsalarni biladi. Kelgan kechganlardan bir nimalarni so'rab bilib olishga omroq edi. Odatda beshini ichiga tiqib yurgani bilan murakkab, chegish masalalar ustida to'g'ri va tez yakun chiqara oladi. Uning deginini qilmay qo'ymaydigan, bosqin izidan yanmaydigan jahil mijazi qovul ustiga bekmu yoqadi. Shuning uchunmikin dadasi uningga ko'nglini yaqin tutadi. Uyda o'zi bo'lmay qolganda oilaviy ishlarni cho'ng o'g'liga emas, balki Yer Muhammadga topshiradi. Bir uy deganda qanchalik cho'ng imtiyoz bo'lsin. Uy ishlarini bir taraf qilishda u yanala oksining siziqidan chiqmaydi. Bekar bo'lsalar, do'konga chiqib yo kuyak bosadi, yo ko'mir tasqaydi. Ish qilib, oksining qo'lini sovutishni o'ylaydi. Uchaylan o'yinchoqcha qilishganda bo'lsa, Yer Muhammad oksi tarafda turib, singlisi Gul oyimning tishiga tegadi. Terikak sabiy qiz qo'liga supurgi elib elib, oksini qo'g'lab, voyjinni chiqarib etadi. Hatto erkilab, ishkini ichidan etib olib, uni uyga kirgizmaydi. Bundaq chaqlada Oy Muhammad oraga kirib saloh qiladi-da, enisining gunohini tilib oladi. Aka, qarasam, bakmi japa tortib ketyapsan. Degan edi Yer Muhammad bir kuni oksiga ich og'ridi. Dadam ketgandan beri uyning jimi yuki sening zimmangga tushib qilyapti-da. Mundaq bo'lsin. Dadam qaytib kelguncha men o'qishga bormay turay. Do'kon ishiga yordamlashib, qo'limni ancha-muncha sovusam ajab emas. Singlimiz cho'pchon bo'lib qolganda ko'mir kuyisiga milinib yurmisan. Oy Muhammad inisiga aql kirganligini tunji qitim his qildi. Lekin u inisining talabiga qo'shilmadi. Faqat mollamdan savoq olmaydigan chog'lardala qo'l qanoat bo'lishga ma'qul bo'ldi. Shuning bilan Gul oyimmu do'konga ancha chiqmaydigan bo'ldi. Faqat o'choq beshida Karim qulning yaqinlik chaqchaqlari anglangandala, ondan do'konga chiqib, uni buni qilish berib yurdi.
namoz tushirildi. Imom yig'isini to'xtatib elib duoga qo'l ko'tardi. Kishilar urug' tuqqan tonish bilishlarning meyiti oldida damdardek bo'quldaydi. Ishg'an, qizarg'an ko'zlaridan issiq yoshlari sirg'ib tushadi. O'pkidab turib durud o'qiydi. Urg'anda aytilib chiqqan o'tliq damlari lavlarini, o'liqonlarini ko'ydiradi. Yerim oy shaklida egilgan barmoqlari ko'z shamoliga duch kelgan yopirmoqdek titraydi. Xudoga nola qilib shahidlar uchun jannat tilaydi. Volqonliq yuragidan aytilib chiqqan iymon nuri bilan qisos qilichini tavlaydi. Masjid jamoati jinozlarni beshida ko'tirib Guristonlikqa elib minqanda butkul shaharni yig'izar qopladi. Do'lqundek mavj urib kelayotgan odamlar iqimi orasida Jar Muhammadning jinozasi zaxmlangan oqqudek larzon uzib boradi. Jinozani Oy Muhammad, Karimqul, Kepak Darvish va yana bir qo'shnisi ko'tirgan edi. Jar Muhammadning o'limiga eng qattiq qayg'urgan kishi yanala Kepak Darvish bo'ldi. Qatl-om davomida lashkarlar tarafidan qilich emas, bir tepikimi arzimaydigan deb jazodan saqit qilingan bu bo'y urchib besibqandan keyinla Oy Muhammadlarnikiga kelgan edi. U Xandak levidan qo'yib berilgan Oy Muhammadni ko'rib, yuragi izig'i tushdida Jar Muhammadning gapini qildi. Gul oyim yig'lab turib, okisining xabarini ololmayotganligini aytib edi. U o'zidan uchgan qiyri burkutdek talog'i qarab etildi. Keynidan Oy Muhammad yugurdi. Oy Muhammad bilan Kepak Darvish Jar Muhammadni izlashga kirishdi. Uchirg'onlikka odamdan so'radi. Ko'chalarda, ko'ni tomliqlarda, eriq o'stanglarda soyning teshidek yetib ketgan jasadlar orasini birma-bir oqtirib chiqdi. Ular kechga yaqin qora qoshliqlar eng burun jangga kirgan to'pichog'i keldida jasadlarni o'rib-cho'rib yurib, izlagan odamini oxir tepib oldi. Jar Muhammad tunuyingi quchoqlashma jangda bir lashkarning gilini 11dek siqqan peti qaytib qolgan edi. Tuyuqsiz turganda sanjilgan bo'lsa kerak, dumbisiga yermi potgan qilich sepi sovuq shamolda titrab turadi. Oy Muhammad inisining jasadi ustiga tashlandi. Uning lashkarning bo'g'ziga begizdek petib ketgan barmoqlarini taslikda ajratida yo'l bo'yi hozi echib jasadni uyiga akilishdi. Omroq okisini bu holda ko'rgan Gul oyim kayniga tiringida uchib tushdi. Peshonasiga so'q o'tkazilgandila, ondan hushiga kelib, qo'shiq qaytib yig'lashga boshladi. Hayot va o'lim orasida qiqilib yurib, yuragi qaytib ketgan Kepak Darvishmi Gul oyimni yo'lab etib, o'ngrab yig'lavatdi. Motam tig'i bilan bag'ri tilg'angan bu bo'voy Jar Muhammadning shuncha ko'p begunoh xo'tanlikning qirilib ketishida o'zini ayblik hisoblaydi. Ahli yurtqa bu boqiy qiyomatdan oldin xabar berilmaganligiga hasrat chekatdi. Yana kelib, u o'zini diniy islom homiylari deb maydasiga mushlaydigan ko'li kesarlarning begunoh puhraga mushunchavala qattiq qo'lliq qiladiganligini o'ylabmi ulgurmagan. Yurtlarga odam avatishda jamoatning kuchi bilan yotlarni insofga keltirishni ko'zlagan edi. U Jar Muhammadning meyitini ko'z yeshi bilan yuvdi. O'z qo'li bilan kepanga oldi. Jinozaning bir putini ko'tarib masjidga akildi. Shaharning tog' tarafidagi qadimki ziyoratgohliq jinoza bilan to'shib ketgan. Jamoatmu odatdagidan ko'p edi. Yetimlik ko'chasiga tashlab etilgan sulg'un chiroy bolalarning, yurak porisidan ayrilgan bechora onalarning echinishlik mungzari so'zib o'qilayotgan qiroat ovoziga qo'shilib yuraklarni ezatdi. Chiroyidan nur, dilidan shodlik yo'qolgan erkaklar qo'lma-qo'l bo'lib yerlik qo'lashmoqda edi. 200 mu, hatto uningdanmi kengroq keladigan bu ziyoratgohlikda minglab qabr qad ko'tarib Egizsizlar egizsiz qolmadi. Yig'laydigan odami yo'qlar yig'siz qolmadi. Necha 10 qorining mungli qiroati, duo go'ylarning chin yurakdan urg'ib chiqqan tilovati,
Motamdarlarning faryodli qozisi el-yurt yo'lida shahodatlikka yetganlarning ruhini yolg'iz qo'ymadi. Bu ruh yurakdan qabrga, qabridan yana yurakka ko'chdi. Ko'chgandimi, yurakning qat-qaytig'a qonliq muhr bo'lib besilib, mangu o'chmaydigan qisos tamg'isiga aylandi. 9-bob qisos o'ti o'chmaydi. Jinoyatga dalolat qilguvchi qonliq qizil to'n selib tashlandi. Do'zax o'tidek ranglangan qonliq qilishlar oxiri qiniga tushdi. Biroq osorat yomg'ir bilan o'chirilgan gulxonlar. Gulxon o'rnidan qo'qos orasidan asta-asta yolqinjashqa boshladi. Qaysidir bir mahallaga bulong-talonga borgan lashkarlar tuyuqsiz bo'g'izlanadi va o'rda darvozasidan yiroq bo'lmagan teraklarga esib qo'yiladi. Shahar ko'chisida qorovullik qilayotgan mirshatlar jin apqochqandek g'oyib bo'lib ketadi. Qurolliq miraxo'rlar beqiyotgan nasllik farg'ona otlarining bir kechadala peyqir qilib yormas tapqa aylantiriladi. Bu hol Andili degan ota-onalarning xom xiyolini tamoman yo'qqa chiqardi. Ular siyosat qilichini qayta qo'liga elib, qaddi egilmaganlarning qaddiga, tiz bukmaganlarning tizig'i urdi. Oyg'oqchilik, cheqimchilik turlarini kengayib, odamning kayniga odam soldi. Yurt-yurtlarga darqadab, jazo tadbirlarini ko'z-ko'z qildi-yu, isyon ushqunlarini zodi o'chirolmadi. Biroq bunda holat oldida ota-onalar qizil to'nini qayta kiysunmi? Omon qolganlarning hammasini qirib, xotinni odamsiz xarobiga aylantirsunmi? Undaqda terilg'uni kim terib, bog'varolarni kim parvish qiladi? Bozor saynalarni kim qizitib, kim ularga bosh topshiradi? Chorvalarni kim beqib, oltinlarni kim qasidi? Atlas gilamlarni kim to'qiydi? Odamzodsiz shaharda u kimga hukmronlik qiladi? Ochiq haqiqat Yoqub aka shuni uqtirdiki, xotin puhralari ruhan al bo'lishdan texi to'limi yiroqda edi. Oq masjiddagi qonliq sovuqni esida saqlayotgan va Kucha, Qashqar janglarida yurak oldi bo'lib ketgan bu otomon Qashqar yakanlardimi xavfsirab turadi. Ostona kabi u cho'ng yurtlarning tizginini tutib turgan Dadixoh ponsotlardan bir daqiqa xotirjam bo'la olmaydi. Biror Dadixohning niyati buzildimi, u umr bo'yi armonda qoladi. Necha ming lashkarlik Kucha xo'jalarining moral beshining u tarafida devaylab turishimi uningga cho'ng bir tahdid edi. Mushu bir yil ichida Yoqubbek ularni yakandan moral beshidan 2 qaytim haydavatdi. Keyin ular yuragini qopta qilib ta xon eriqqicha qistab keldi. Xon eriqdagi keskin elishish garchi uningga foydali bo'lgan bo'lsa-mu, lekin yuragida tez putida o'q izini qoldirdi. Yoqubbekning shirin xiyolining yana bir uchi Oqsu, Kucha, Uchturpan, hatto Urumchi, Turpan qatorliq joylarga tutishadi. Buningdanmi yiroq yerlarni bo'ysundirish orzusi uni texmi ko'p dunyo va texmi ko'p boylik bilan o'ziga tortadi. Bu orzusiga yarasha tunugun kashqurun qo'liga tekkan bir parcha xat uning ko'ngil zoriqishlarini birdilla kuchaytirdi. Kuchadan yo'llangan bu maxfiy xatda Abdurahmon Dadixoh, Abdulla Devonbegi va To'xti Ishik og'a degan xo'ja muxlislari kuchalik xo'jalar orasida bosh ko'targan inoqsizlikdan ma'lumot berib, fursatni ching tutish. Oqsu kuchaga ot serish taklifini ochiq o'tirg'i qo'ygan edi. Tabiiyki, bu Yoqubbek uchun tepilg'usiz fursat va qimmatli taklif edi. Agar xotin bilan band bo'lib ketadi ekan, bu fursat uningga saqlab turmaydi. Fursatni ching tutmaydi ekan, shimol yo'lini to'sib yotgan xon xo'jini yo'q qilish uchun cho'ng badal to'lishi kerak edi. Buning uchun zehnini qo'ritib, put qo'lini tushab turgan bu yurtni tadbirlik, itoatman biror odamiga suyurxol qilib Qashqar shahriga qaytib berish. Hozirlikni puxtalab, Oqsu tarafga lashkar tortishi zarur edi. U momuqdek yumshoq atlas ko'rpada yonpashlab yetib, bu nozik
zil masala ustida bir kecha kunduz xiyol surdi. Xos mahrimi Ho'shurbegdan o'ziga o'jirga hech kimni kirgizmadi. Xotanni kimga topshirish kerak? Izizbek Jallatqimi? Xolman Pansatqimi? Yoki u oldi bilan Valixon to'ra qatliamda Qashqar ko'chalarida qonxo'rlik qilib odam beshidan unar yasagan. Qo'li kesarlik hunari uchun Jallat laqabini olgan Izizbekni ko'z oldiga keltirdi-yu, lekin keskin bosh chayqadi. Holbuki qatliam oyoqlashgan bu kunlarda jahli qattiq xo'tanliklarga qurol kuchi bilan emas, muhimi pam-parosat bilan taqobul turishga to'g'ri keladi. Uning ustiga sal burun o'zi bilan Buzrukxon o'tirsida ixtilof ko'rilganda, Buzrukxon tarafda turib amirlik, hokimlik da'vosi qilganmu dal Izizbek Jallatning o'zi edi. Bunda odamga ishonish, 6 shaharlik bir yurtni in'om qilish, ofat tuguminiga suv quyish bilan barobar edi. Yoqubbek yana o'z yurtishi Xolmon Pansatni ko'nglidan o'tkazdi. Biroq u sipohgarlikda mashhur, lashkar ishida qattiqo'l bo'lgani bilan tadbiri kam, qo'rsiqtar, burnining uchini ko'radigan odam bo'lib, hokimbek bo'lishga degandek muvofiq kelmaydi. Yoqubbekning xiyol kaptari o'ziga tonish bo'lganligi Farg'onalik, Qashqariyliklarning beshidan necha marta agib o'tdi-da, oxirida yakanlik ko'ni ishq og'a Niyoz Hekimbekning beshiga qo'ndi. Durust. Kuchi hilisidan ziyoda johil va sodda xo'tanliklarga faqat Niyoz Hekimbekli tetiy oladi, deb o'yladi Yoqubbek. Uning Habibullohxonni qiltoqqa dasatgan chog'dagi ko'rsatgan aqlini hisobga elib. Elim u yodida. Bir qitim Yakan shahriga o'zidan burun qo'l solgan kuchaliq Isoq xo'jadan so'qi yeb, chedir bargohlarini, qurol yaroqlarini tashlab Qashqarga qarab qochganda, Niyoz Hekimbek uningga yetishib olgan va ko'ngliga yarasha tasalli berib, Isoq xo'jadan o'ch elishning foydali yo'llarini ko'rsatgan edi. Yoqubbek aslida bu tadbirli kishini Qashqarga billa aketmoqchimi bo'lgan. Lekin buni sezib qolgan Niyoz Hekimbek etini so'g'argan bo'lib elib Yakanga qaytib ketgan edi. Keyingi qitim Isoq xo'ja bilan uxbiyani til biriktirgan isyonchi xo'yzolar shahar g'arbiga tushkun qilgan Yoqubbekka tuyuqsiz hujum qilmoqchi bo'lganda, Niyoz Hekimbek uningga maxfiy odam avatib, Isoq xo'ja bilan Tungallar ittifoq tuzdi. Ular bugun tun nisbida 8000 cherik bilan lashkarlariga tegish qilmoqchi. Darrov amalni qilg'ayla, deb xabar yetkazgan edi. Shuning bilan u chedir bargohlarga chiroq yoqib qo'yib, lashkarlarni to'rt atrofga mo'kindirgan. Qo'yzu xo'ja cheriklari bostirib kirganda, Yoqubbek ularga tushma-tushdan o't etib, halokatdan qutulib qolmay, Yakandan iborat bu muhim shaharni osonli qo'lga keltirgan edi. Yoqubbek Niyoz Hekimbekning monjular Yakanda yurt so'rgan chog'larda xon ambalga noib bo'lib 4-jarikilik ishq og'liq mansibini tutganligini. Yakanda turishliq Menchin qo'shuni tarkibidagi qo'yzu cheriklar ustunlik qozongan chog'da xon ambalga xiyonat qilib, ular tarafga o'tib ketganligini obdan biladi. Qo'yzular isyondan keyin Yakan shahrida ishga hokimiyat tang mavjud bo'lib turganda, uning yana qo'yzulardan yuz o'rib Abdurahmon Hazratga toib bo'lganligini anglagan edi. Jamoliddin xo'ja Abdurahmon Hazrat va qo'yzularning qo'lidan Yakanni tortib olganda, fursatni g'animat bilib, yangi hokim Sidiq xo'ja alamga tevinganligimi uning sir emas edi. O'zi Qashqar tarafda bosh ko'tarishiga Yakan tadhisiga aql ko'rsatib, Sidiq xo'jaga put otqini texi tunugunkidek yodida turadi. Yoqubbek Niyoz Hekimbekning ojiz tarafdan peshini qiqib, kuchli tarafga o'zini otadigan tabiatini yomon axloq deb qaramaydi. Uningcha, jon saqlashni xohlaydigan har qanday odam o'zi xohlagan vositani talab etishga tamoman haqliq edi. Hokimiyat qo'ldan qo'lga o'tib turgan davolg'ush paytlarida kimning g'olib keladiganligini oldin mo'lcharlash va mo'lchar bo'yicha yo'l tutish aqlliq, dono kishilarning ishi hisoblanadi.
Huquq qarvisiga o'ltirgan ko'p yillardan beri Yoqub Begning o'zimi dal mushu yo'ldan mengib keldi. O'z vaqtida u Qo'qin xoni Xudoyor xonning himmatiga erishib, uning ketminini chopdi. Xudoyor xondan omad ketaverdi, uning raqibi Malik xonning peshini tutib, Xo'jandning hokimligiga ega bo'ldi. Xudoyor xon ikkinchi qitim taxtda o'ltirganda niqobini almashtirib, uningga yana bir qitim bosh urdi. Humayun qushi kimning peshiga qo'nsa, shuning soyisida hozir bo'ldi. Neni xatarlik qaynamlardan, palokat do'qmushlardan ustulik bilan oylanib o'tib, jenini omon saqlab qolganligi uchunla bugungidek katta mansabga ega bo'ldi. O'zi mangan yo'ldan endi boshqalar mangsa nima bo'pti? Niyoz Hekimbek mangsa yana nima bo'pti? Atiyaz kelib qarmuzlar erishga boshlagan kunlarning birida Yoqub Beg cho'ng kengash o'tkazdi. Qatli onda qaramlarcha sap yerib, saranglarcha qon to'kkan dotqa, ponsot, 105, 15larni to'n sarpoy, tangi tilla bilan tortiqladi. Niyoz Hekimbekni Xotan olti shaharga hokimbek qilib, 40 kunlik musobaqa ichidagi keng zaminni uning ixtiyoriga topshirdi. Xolmon ponsotni amir lashkarlikka, Mullaji Turabni qozi lashkarlikka tayin qildi. Milodiya 1867-yili 3-oyning 5-kuni Qo'shbegi Yoqub Beg va Kesalman Buzrukxon Habibullaxon xazinasidan qo'lga tushirgan necha ming qurol jabduq, cho'yun va mistin qo'yilgan 10 lab to'p, 10 ming qizil tilla, 40 chorak kumush, 16 tag'or kepak oltinni necha yuz to'giga ortib, Qashqar yo'liga qarab ravon bo'ldi. Qo'ytish safarida Muhammad Yunusjon Shag'ovulni yakanga, Omilxon To'rini Yangisarga hokimbek qilib tayinlab, 20 necha kundan keyin Qashqar shahriga yetib bordi. Ikkinchi qism qon to'lgan ko'zlar. Nesibsiz baliqchi Dajli daryosidami baliq tutolmaydi. Ajili yetmagan baliq quruqdimi o'lib qolmaydi. Shayx Sa'di. 10-bob har qalada bir xiyol. Yoqub Begning oxirgi jakori va uning tuyuqsiz ketib qolishi Niyoz Hekimbekni xiyli esankiritib qo'ydi. U hokimbeklik mansibiga o'ltirganiga ancha xushal bo'libmi ketmadi. Hurmatli radio anglag'uvchilar, yozuvchi Abaydulla Ibrohimning Shinjan xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Dog' nomli tarixiy romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglaysizlar. Darvish ota, sho'rbog' ancha yiroqmi emas. Malol kelmasa, ota bola mundashqash belli berib kelmaydimi? Uzal tasmaydigan, yiningizda men bor deysiz. Qoringizni ko'ygini bo'lmaydi ya. Rost aysiz. Uyda yolg'iz ekanligingizni uqmabdimi? Uqqan bo'lsam, sizdan bir qadammi neri ketmaydim. Teshingga tenimigining bilan o'z dardim o'zingga ayon. Xudo qo'shgan qo'shnilar bo'lgandan keyin, xohlasang shu vaqt g'izoda biz bilan birga bo'l. Uyimizga xohlagancha kirib chiqayman. Bugungi programmamizning diktorlari Mahira Abdurashid, Shuhrat Abdurahmon, ovoz texniklar Po'lat Tursun, Tahir Yasin, mas'ul muharrir Ilhom Mahmud, Abdurus